Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Pritsep sifatlari chimyon tayyorlanayotgan pritsepimizga kraska sepish jarayoni. Razmerlari 180 ga 380 bo'lyapti. Zakaz bo'yicha tayyorlanyapti. Bu pritsepimiz Qashqadaryoga asobini ot toshigani uloq uchun tayyorlangan pritsepimiz. Ishlari bu uloqdan yutilgan qo'y, echki shu yerda ketadi. Hammasini tayyorlab, elektr montajlarini qilib qo'yganmiz. Ishlari ishlari bu pritsepimiz 3,5 ga bo'yi 1,40 bo'ldi. 15 diska balonlar. Bunga qanaqa pritsep kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, ekranga nomerni qo'yib qo'yamiz. Bu pritsepimizga suv toshigani bochka ham deyishdi. Hozir bochkani ko'rsataman. Bochkalarimizni, kraskalarni sepib tayyor holatga keltirib qo'yganmiz. 10 tonnalik bochka. Ichlariga alohida suv to'sishlar uchun, chayqalmasligi uchun to'sqichlar ham qo'yib qo'yganmiz. Bir baho berib qo'yasizlar ishlarga. Bunimiz bo'yiga 1,45, bunaqasi 2,10, bunaqasi 3,5 metr. Rasa pritsepimizga tushadigan bo'lgan. Xo'sh, mana shu panjara chiqadi. Xohlasa aravada suv toshiydi, xohlasa ot toshiydi. Pritsepimizni ag'darib oldik. Endi ustiga ustki ramasini qo'yib, chiroyli qilib silindrlarni osish harakatini qilib, ham joylarga oshmoqchilarni o'rnatamiz. Silindrni osamiz, oshmoq o'rnatamiz, bortlarni boshlaymiz bugun. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on. Pritsepimiz razmeri eni 180, uzunligi 3,5 metr. 180 ga 380 ozgina anglashmovchilik bo'ldi. Mana shu nomerlarga aloqa chiqarsa, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Bu pritsepimiz Farg'ona viloyati Chimyonga. Bu pritsepimiz Qashqadaryo viloyatiga toplangan pritsepimiz 2 metr eni, uzunligi 3,5 metr. Otga mo'ljallangan pritsep bo'ldi. Narxi 15,5 million so'm, narxi 17,5 million so'm. Bugun zakaz qilgan insonlarga buni chegirmada 16 million qilib beramiz. Bu pritsepimizda 15 millionga qilib beramiz mana shu holatni. Ana chegirma, bomba narxlarda. Aloqa chiqaverasizlar, shoshilamiz faqat.